Oshqozon operatsiyasi orqali vazn yo'qotib, butunlay o'zgarib ketgan o'zbek san'atkorlari. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga layk bosishni unutmang. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ortiqcha vazn va semirishni global muammo deb ataydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili kamida 4 million inson semizlik va uning oqibatida yuzaga kelgan kasallik tufayli hayotdan ko'z yumadi. O'zbekiston aholisi orasida ham semizlikdan aziyat chekayotganlar soni oz emas. Quyida ortiqcha vazndan turli usullar bilan xalos bo'lgan o'zbek san'at vakillarining fikrlariga quloq solamiz. Zuhra Soliyeva: menga sport ham, parhez ham yordam bermagan. Menda bunga ehtiyoj bo'lgani uchun bariatriya operatsiyasini boshdan o'tkazganman. Organizmimda endokrin gormonlarim buzilib, kundan kunga sog'lig'im yomonlashgani sabab operatsiya shart bo'lgan. Juda sinchkovlik bilan shifokor tanlaganman. Reklama evaziga taklif qilishgan ko'p klinikalar. Avvalo inson organizmini o'sha operatsiyagacha olib kelishi kerak emas. Sekin qadam bosib, tabiiy yo'l bilan boshlash kerak. Agar bu foyda bermasa, keyin jarrohlik amaliyoti haqida o'ylash kerak. O'zim hammasini sinab ko'rdim. To'g'ri ovqatlanish, sport zalga borish, suzish, lekin 100 gram ham ozmasdim. Keyin bilsam, gormonlarim buzilib bo'lgan ekan. Bu amaliyotga borishdan avval inson o'z organizmini o'zi o'rganib borishi kerak. Boshqa odamda yaxshi kechgan amaliyot sizda ijobiy natija bermasligi mumkin, deydi aktrisa. Feruza Jumaniyozova: salomatligim yomonlashganini yashirmayman. Ko'pchilik bariatrik jarrohlik amaliyotini chiroy uchun qildi deb o'ylashadi, ammo bu salomatligimni tiklashim uchun ham zarur edi. Salomatligimda o'zgarish bo'lganini hech qachon yashirmayman. Qomatdagi o'zgarish ham faqat insonning ishtahasi bilan emas, balki sog'lig'i bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Oshqozonni kichraytirish amaliyoti butun dunyoda o'tkaziladi. Qandli diabet xastaligiga chalinganlar ham bu amaliyotni boshdan o'tkazadi. Yashirmayman, operatsiyadan keyin immunitetim birdan tushib ketdi. Holsizlanib qoldim, ammo asta-sekin hammasi yaxshilandi. O'zimni avvalgidek yengil va g'ayratli his qilyapman. Jarrohlikdan keyingi avvalgi oylarda katta vazn yo'qotiladi. Normal vaznga erishgach to'xtaydi, deydi xonanda. O'tkir Meliyev: vazn tashlash ko'p jihatdan nafsni jilovlashga bog'liq ekan. O'zbek Milliy akademik drama teatri aktyori O'tkir Meliyev ham ozish uchun so'nggi chorani qo'llashga majbur bo'lgan. Yodingizda bo'lsa, u Sardor serialidagi debyut rolini ijro etganda ham ozg'in emasdi, ammo so'nggi yillarda to'plangan vazn hatto harakatlanishga ham xalal bergan edi. 60 kiloga ozdim, ammo bu kutilgan natija emas. Yana vazn tashlashim kerak. Nahorgi oshlarga borganda ham 4-5 qoshiq osh yeb to'yib qolyapman. Vazn tashlash ko'p jihatdan nafsni jilovlashga bog'liq ekan. Afsuski, ba'zan buni uddalay olmay qolamiz, deydi aktyor. Shahnoza Otaboyeva: semizlik sabab odamlardan uyalardim. Nihol nomidagi davlat mukofoti sovrindori Shahnoza Otaboyeva ona bo'lgach ortiqcha vazn bilan kurashishni boshladi. Hatto u katta vazn sabab 5 yil klip suratga ololmagani va sahnaga chiqishni istamagan. Ayol kishi farzand ko'rgandan keyin baribir semiradi. Ayniqsa COVID-19dan keyin ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Yashash uchun kurashdik. Bariatriya qildirgach hammasi o'zgardi. Yashashga bo'lgan muhabbatim ortdi. Operatsiyadan keyingi oyda 15 kilogramm vazn tashladim. Ikkinchi oy esa 5 kilogrammga ozdim. Teri osilib qolish jarayonlari bo'lmadi. Hammasi a'lo, deydi xonanda. Bariatrik operatsiyasining qiymati mamlakat, shifoxona va jarroh tajribasiga qarab farq qiladi. O'zbekistonda 50-100 million so'm narxga operatsiya, shifoxonada yotish va ba'zan keyingi kuzatuv xizmatlari kiradi. Turkiyada 3,000-8 ming dollar. Tabiiy turizmda mashhur paketga qo'shimcha xizmatlar ham kiritiladi. Hindistonda 4 ming-10 ming dollar. Janubiy Koreyada 10 ming-20 ming dollar va undan yuqori. AQSh va Yevropada 20 ming-30 ming dollar va undan ko'proq. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muyassar Berdiqul va uzoq yillik ortiqcha vazn bilan kurashgan va uzoq davom etgan tabiiy dieta sabab 25 kilogramm vazn ham tashlagan. Ammo natijani ushlab qolish oson kechmagani bois aktrisa oshqozonni kichraytirish amaliyotini boshdan kechirgan. Vazni 85 kilogramm bo'lganda jarrohlik amaliyotini o'tkazib, 30 kilogrammdan ko'proq vazndan xalos bo'lgan. Qornim ochganda me'yorda ovqatlanaman. Shirinliklardan, xamirli ovqatlardan voz kechganman. Ba'zida shirinlik yegim kelsa yeyman, lekin oldingidek mukkasidan ketib iste'mol qilmayman. Oldin va hozirgi holatning farqi bor. Ozgina 2-3 qoshiq ovqatdan so'ng qornim to'yib qoladi, deydi aktrisa. Tez vazn yo'qotish aktrisada teri osilishiga ham sabab bo'lgan. Shu bois u yana bir bor plastik jarrohlarga murojaat qilgan. Instagram kuzatuvchilari ozg'inlik yoshingizga yarashmabdi, avvalgi qiyofangiz yaxshiroq edi deysa ham u amaliyotdan mamnun. Barchin G'ofurova:
tanqidlardan charchagan edim. Semirib ketgani haqidagi tanqidiy izohlardan o'ziga bo'lgan ishonchi sustlashgan aktrisa Barchin G'ofurova 2024-yil oktyabr oyida oshqozonini kestirishga qaror qilgan. Rostini aytsam, bu qarorga kelishim menga oson bo'lmagan. Agar shu amaliyotni amalga oshirmasa, mendagi depressiya yanada chuqur ildiz otar edi. Bundan tashqari, so'nggi vaqtlarda mening tashqi ko'rinishim haqida bildirilgan salbiy izohlar ko'nglimga qattiq botdi va keskin chora ko'rishimga sabab bo'ldi, degan edi aktrisa. Muborak Abdullayeva Instagram foydalanuvchilariga yaxshi tanish bo'lgan vayner va aktrisa Muborak Abdullayeva ham oshqozon kichraytirish amaliyotini boshdan kechirgan. Vaznim 130 kilogramm edi. Katta vazn egalarining narkozdan keyin o'ziga kelishi qiyin kechar ekan. Men nafaqat ortiqcha vazndan, balki qandli diabet xastaligidan ham aziyat chekardim. Shu bois oshqozon kichraytirish amaliyotiga rozi bo'ldim, deydi Muborak Abdullayeva. Kamola Oripova: jarrohlikdan so'ng ona bo'ldim. Bloger va keratin bilan sochlarni silliqlash bo'yicha mutaxassis Kamola Oripova Instagram foydalanuvchilariga yaxshi tanish. Uning sahifasini 2 milliondan ortiq obunachisi kuzatadi. Nega oshqozon operatsiyasini qilishga majbur bo'lganimni odamlardan yashirmaganman. Chunki hamma ayol go'zal qomat egasi bo'lishga haqli. Oshqozon operatsiyasini 2020-yilning 8-fevral sanasida qildirganman. Bir yilda 43 kilo vazn yo'qotib, o'zimni yengil his qildim. Undan keyin qizim Maryamxon dunyoga keldi. Keyingi homiladorlik davrida ham haddan ortiq to'lishib ketganim yo'q. Bir necha oydan keyin yana 10 kilogrammga ozganman, deydi Kamola Oripova. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.